Joningdan to'yganmisan, peshoqotdan o'tsang bo'lmaydimi? Uzr aka, ozgina xayol band bo'lib qoldi. Uzr aka. Ko'ryapsizmi aka, onangizda xavfli o'simta aniqlangan. Buni davolasa bo'ladi, faqatgina operatsiya yo'li bilan. Aka, operatsiya narxi 80 million so'm. Siz operatsiyani boshlayvering, doktor. Qayerdan bo'lsa ham pulni topib olib kelaman. Ozgina hozir imkoniyatim yo'q edi. To'lov bizdan oldindan, sabab bizda dorilar chet eldan keladi. Siz undan ko'ra pulni harakatini qilavering, biz davolasa bilan boshlaymiz. Doktor, men sizni tushundim. Olib kelaman. Assalomu alaykum. Do'stim, Yaxshimisiz? charchamasdan omonmisan, bormisan, yaxshimisan? Do'stim, sana oldinga bitta muhim ish bilan keldim. Xo'p, Onam saraton bo'lib qoldi. Srochna operatsiya qilish kerak ekan. Doktorlar 80 million so'rashdi. Qayerga borishimni bilmay, to'g'ri sana oldinga keldim. yo'q Shunaqa bo'lib qoldi. dardingga sherikman do'stim. Vaziyatni bitta bilib, men chiqaman hozir. Xo'p, do'stim. Xo'p. Do'stim, to'g'risi men hozir senga pul bera olmas ekanman. Mana bu joy namozni ol. Allohdan so'ra. Alloh o'zi albatta senga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi va onaxonga shifo beradi. Xo'p. Rahmat. Alloh shifo bersin. Assalomu alaykum. Farruh ukam, yaxshimisan? O'zimsan? Keling o'tiring aka. Rahmat. Farruh ukam, xullas shunday bo'lib qoldi. Menga srochna 80 million so'm kerak. 80 million pulni aka o'z o'g'lingizda ko'rganmisiz? Do'konni yaqinda ochgandan xabaringiz bor. Hamma pullarim shu оборотga tikilgan. To'g'risin pul kerak bo'lsa oldimga yugurib kelishni bilasizlar aka. Men o'zim uchun bo'lganda umuman oldinga kelmasdim. Onam uchun majburman. Men sizga tushuntiryapman aka. Hamma pullarim оборотda. Hozir meni ilojim yo'q. Uzr. Xo'p. Rahmat. Rahmat. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Do'stim, xullas vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Menga srochna 80 million so'm kerak. Agar bo'lsa iltimos berib tur. Do'stim, men Rossiyaga pul ishlagani kelganman. Agar 80 million pulim bo'lganda, Rossiyada yurmagan bo'lardim. To'g'ri tushunasan? Menda unaqa katta pul yo'q. Xo'p. Uzr do'stim, bezda qilgan bo'lsam. Bandalaringdan yordam bo'lmadi. Endi faqatgina o'zingdan so'rayman. Allohdan so'ra. Alloh o'zi albatta senga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi va onaxonga shifo beradi.